Xo'sh, yura bugun davom ettiramiz. 59-savoldan 60-savolgacha shartini o'qib ko'ramiz. Ta'mil ko'mir tapashibshiyor. Quyidagini o'qib, savollarga javob bering debdi. 59-savolda ta'mil jangal lokal g'o'zil ko'rishibshiyor. Ya'ni quyidagi mana bu gapni mana bu qog'oz ichiga mos tushgan joyga to'g'ri qo'yishimiz kerak, ma'nosini to'g'ri chiqarishimiz kerak bo'lar ekan. 60-savolda esa ko'rishibshiyor. Ushbu matnning mazmuni bilan o'xshashini toping debdi. Xo'p, hozir biz birinchi o'rinda mana bu matnni hammasini boshdan oxirigacha o'qib tarjima qilib, mana bu gapni qayerga qo'yish kerakligini birgalikda topib ko'ramiz. 우리 가족은 모두 음악을 좋아합니다. Bizning oilamizning barchasi qo'shiqni yoqtirishadi. Akki 연주도 좋아해서 아버지는 기타를 잘 치고 오빠는 바이올린을 잘 켭니다. Akki bu asbob uskunalar, yonju musiqa ijrosi, ya'ni asbob uskunalardan musiqa ijrosini ham yaxshi ko'rganliklari sababli otam gitarani yaxshi chaladilar, akam esa violonchelni yaxshi chaladilar. 저는 피아노 치는 것을 좋아합니다. Men pianino chalishni yoqtiraman. 어머니는 노래를 잘 부르십니다. Onam qo'shiqni yaxshi kuyladilar. 우리 가족은 매달 가족 음악회를 엽니다. Bizning oilamiz har oy oilaviy musiqa konsertini uyushtirishadi, ochishadi. 실수를 할 때도 있지만 모두들 우리 가족의 음악을 좋아합니다. 실수 bu xatoliklar qilgan paytimiz ham bo'ladi, lekin hamma bizning oilamizning qo'shig'imizni yoqtiradi. Ya'ni ular professional qo'shiq yoki asbob uskuna chaluvchi artistlar emas, shuning uchun ham xatoliklar bo'lib turadi demoqchi. 우리는 정말 즐거운 시간을 같이 보냅니다. Xo'p, biz judayam zavqli vaqt birga o'tkazamiz. Endi biz mana bu yerda qog'oz ichida berilgan joyga mos bo'lgan gapni to'g'ri qo'yishimiz kerak bo'lgan gapimizni o'qib tarjima qilamiz. 친한 친구나 친척들을 초대해서 우리 가족의 연주를 들려줍니다. Xo'p, 친하다, eng yaqin do'stlar yoki qarindoshlarni taklif qilib bizning oilaviy konsertimizni eshitib berishadi, ya'ni eshitishadi demoqchi. Xo'p, qayerga bu to'g'ri keladi? Xo'p, biz K'dan boshlab ko'ramiz. Bu yerda oilasini ketma-ket tanishtiryapti. Shuning uchun bu K'ga qo'ymaymiz, chunki K'ga bu umuman mos emas. Xo'p, keyingisi. Xo'p, mana bu yerda onam qo'shiqni yaxshi kuylaydilar deyilgan va bu yerda yaqin do'stlar haqida gap ketishi mumkin emas. Xo'p, bu ham to'g'ri kelmas ekan. 우리 가족은 매달 가족 음악회를 엽니다. Mana bu yerda bizda kalit so'z. Mana bu yerda bizda aniq javob bo'ladi. Nima uchun? Chunki bizning oilamiz har oy oilaviy musiqa konsertini ochadi va yaqin do'stlarimiz yoki qarindoshlarimiz taklif qilib ushbu bizani oilaviy konsertimizni tomosha qilishadi deyilgan va o'sha paytda qandaydir xatoliklar bo'ladi, ya'ni shunaqa xatoliklar ham bo'ladigan payti ham bo'ladi deb bizda mana bu joyni gapirib ketgan. Shuning uchun bizda 3-javob to'g'ri bo'ladi. Endi 60-savolda biz ushbu matnni mazmuni bilan to'g'ri kelganini topishimiz kerak edi. Hozir birgalikda buni ko'rib chiqar ekanmiz. 우리 가족은 실수를 많이 합니다. Bizning oilamiz xatoliklarni juda ham ko'p qiladi debdi. Yo'q, bu yerda xato qiladigan paytimiz ham bo'lgan degan, lekin aynan ko'p xato qilamiz degan joyi bo'lmagan. Shu uchun bu javob noto'g'ri bo'lar ekan.
저는 노래를 잘 부르고 싶습니다만 qo'shiqni yaxshi kuylashni xohlayman. Bu haqida ham gap ketgani yo'q. 우리 가족은 악기 연주를 잘 합니다. Bizning oilamiz asbob uskunalarni musiqa ijrosini yaxshi bajaradi degan. Yo'q, u yaxshi bajarish haqida gap ketmagan, shunchaki xatoliklar, kamchiliklar ham bo'lib turadi deb aytgan. Shuning uchun ham bu uchinchi javob ham noto'g'ri bo'ladi. 우리 가족은 한 달에 한 번 음악회를 합니다. Bizning oilamiz bir oyda bir marta musiqa festivalini uyushtiradi degan va mana bu yerda bizda javob turibdi. Xo'p, javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Nima uchun to'g'ri bo'lgan? Mana bu yerda javobimiz turibdi. Ya'ni har oyda bir marta degani mana medal. Medal degani bu handal degani. Medal bu hancha, handal bu koreychasi, ya'ni har oy demoqchi. Bir oyda bir marta demoqchi. Albatta har oy ikkalasi ma'nosi jihatdan to'g'ri keladi. Shuning uchun ham to'rtinchi javob to'g'ri bo'lar ekan.